Nima qilamiz? Bu o'yinchoqlar bir chiqib o'tamizmi? Melkashkalarda. Qo'ysa videosini qo'yaman. Bugun presserga chiqib ketyapmiz. Videosini qo'yamiz bularni. Ikkovi ham melkashka. O'sha mayda o'qish kelgan. Mana o'qlari. Qani ketdi endi bir chiqib o'tib ko'ramiz endi bularni. Assalomu hurmatli o'quvchilar, mana o'sha sizlar bizdan ko'p marta so'ragan melkashkalar presserkasi kiyganman. Mendan kommentarlar juda ko'pchilik so'radi. Men hozir ikkita qurolimiz bor. Avstriyskiy 22 LR ustida West Hunter 416 optika kalibr melkashka. Ko'pchilik biladi bu kalibrlarni. Mana bu yerda yana bitta qurolimiz bor. TikTok 22 LR bu ham. Hozir mishinlarimizni qo'yyapmiz poligonni. Presserga sizlar bilan birga qilamiz. Zozona shuni presserga jarayonlar qo'yaman. Давай. Center. Center. Adda bor ekanda barmi? Sizcha shamol ham bor ekan? Shamol ham bor. Shamol tepaga ko'tariladi. Ha, tepaga ko'tariladi. 5 ta ketadi. Mana прострелка tadbirimiz davom etyapti. Jon avstriyskiy ASC SPA 22 motorini oldin 50 metrga, keyin 100 metrga прострелка qilar ekan. Yo'l bey. Hozir. Nishonlarimiz ana qo'yilgan. Nishonlardan bittasi 50 metrda. Bittasi 100 metrda. Yotamamizda siz? 12 yotamamizda. 12. Çötkü yurdu lekin. O'ng tarafga ozgina. Hozir keltirganmiz 50 metrligini bitta ko'ramiz endi. Проверishni ikkita mana shuga tegdi. Keyin bunisi, keyin bu, keyin mana yo'q, undan keyin bu tegdi. Undan keyin mana to'rtta sentrda oldi, 3 ta meka tegdi. Hozir 100 metrdan otib ko'rdik. Endi bu narsa sizlarga katta ko'rinishi mumkin. Endi mana shu 3 ta o'q tekkan joyi mana bitta boshqa davomini yopishim mumkin mana. Ko'rasizlar. Bu mana tangidan kichkina. Bitta o'q bilan ikkinchi o'qning farqi 1 sm emas.
100 metr uchun mana yaxshi masofaga. Zo'r. Gembatga qo'shdi. Gembatga qo'shdi. Sentrda o'ynagandan keyin ikkita proverishni. 3ta sentrda bo'ladi. Sentrda bo'ldi. Zo'r. Tak, mana Islom qori уже 50 ham 100 ga ham prestelkan qilib bo'ldi. 50 ga 100 ga prestelkasini ko'rsataman mana. Tak, to'xta. Rasmga olib keldim. Mana kuchi 1,5 cm ichiga 4 ta o'q joylashtiryapti yigit. Bu 100 metrga esa mana u 50 metrda esa почти bir xil. Ikkovida ham bir xil почти показатель. Endi qo'pqoqni urmoqchi 100 metrga qo'yib qo'yib, который. O chap tepa burchakda ko'k baklashgan qo'pqoq turibdi. Pромах. Shamol ko'tarildi-da. Shamol ko'tarilib qoldi. Aha. O, есть. Prestelkani 100%. Sentrga urib qo'yaman kim endi o'zim. Endi. Есть. Center. Hozir qo'pqoq. Bundan 50 metrda bitta tochkasiga urgandim. 100 metr ikkinchi tochkasiga. Hop, mana optikani ichini so'raganlar uchun mana. Mana shu joyda qo'pqoq turibdi. Mana shu joyda qo'pqoq bor. Mana shu qo'pqoq turibdi. Mana shu uramiz hozir. Qoldi. Точняк. Bular tarafdan bitta. Sentrdan 1 cm tepa. Yana bitta. Enter. Yana bitta proyeksion tomondan aniq bo'ladi. Mana shu bilan poligondagi perestrelkamiz tugadi. Ikkovi qurollarimizni ham ideal darajada perestrelkalarni qildik. Videolarni ko'rdingiz o'zingizlar. Shamol bo'lib turdi. Ozgina xalaqit qildi. Lekin shunga qaramasdan epladik.
Sizlarga video yoqdi degan umiddaman. Bizga albatta podpisatsiya va like tugmasini bosishdan chiqarmanglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.